Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov. Bugun 17 dekabr. Mana hozir prospektga kelyapmiz. Ko'pchilik odam biladi bu yerda. 300 метров на светофоре поверните налево, а затем поверните налево. Xullas, bugun hammalaringizni Marina metroda kutaman. Inshaalloh soat 19:00 da uchrashamiz. Obunachilar, hammaga salom. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana bugun 17 dekabr va'da qilganimizdek shuni bitta ko'rsatib o'ramiz hamma joyda. Aylantirib o'zi bitta ana shu bugun kelgan Moskvadagi ular obunachilar, ko'pchiligi prava olganlar, ko'pchiligi mana shu akam bo'ladi, Rodnoy akam. Xullas hozir bitta Shukurmurod ukamiz o'zi prava olganda, hozir ishlayapti ekan, o'sha biz orqali. Va yana o'zini ukasini taklif qildi bizga. U ukasi ham o'sha bizdan prava oldi, bugun chiqdi, mana o'sha pravalarni olib keldim, mana ko'rganlaridek. 7-8 ta odam bittasi olib ketdi, shoshilinch ekan. Bu ukamizga ham shoshilinch ekan, ukalarniki. O'zi kelolmadi. O'zi kelolmadi, chunki Kremlda ishlayapti ekan, qor tozalayapti. Bo'lib ketdimi, nimada? JCBda. Mana Shukurmurod, nima deysiz? Siz bugun bizda birinchi ilk marta emas, siz o'zi ikkinchi marta bo'lyapsiz o'zi. Nima deysiz bizni obunachilarga? Birinchi obunachilarimizga hammasiga rahmat aytamiz ishonib kelganligi uchun. Ishonsanglar bo'ladi, 100% ishonarli. Men o'zim prava olib takbolojni ofitsialni ishlayman. Hozirda ukam ishlayapti, prava olgan, o'rniga keldim, olib ketgan. Ukam даже hozir ishlayapti, Kremlda qor tozalashyapti. 100% ishonarli, bemalol ishonsanglar bo'ladi. Sir bo'lmasa o'zingiz nima ishda ishlayapsiz? Sir bo'lmasa JCBda Soatiga qancha bo'lyapti? Soatiga 600 so'mdan ishlayapmiz, nochga 700-750 dan ishlayapmiz. Yo'q, 700 danmi? Bolalar o'sha Moskva ham biz orqali prava olib, mana kuchayotganlar bor ekan, Xudoga shukr. Xursand bo'ldik, Allohga shukr. Bo'lmasam sizga ruxsat beraman, chunki u bola o'zi bez prava ishlayapti ekan. Shunga как можно скорее olib keling degan ekan. Bo'lmasam tabriklaymiz, ukazni tabriklab qo'yasiz, xudo xolasa. Katta rahmat sizga ham. Sizga rahmat. Bo'lsa xudo xolasa agar nima qilaverasiz. Aloqadamiz. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, bugun bizda ikkinchi ishtirokchi, ya'ni ishtirokchi degan qanday? Ikkinchi prava olgan do'stimiz bilan xudo xolasa tanishib olamiz. Bu odam endi o'tgan videomizda ko'rgan bo'lsangiz, Dostonbek gapirgandi. Qashqadaryoning Yakkabog' shahridan. Bizda Yakkabog', ya'ni yana boshqa Qashqadaryoliklar ko'rib turgan bo'lsa, ana shu eng qizig'i shu kamera olayotgan akamiz ham Bektosh aka Qashqadaryoning Qarshi shahridan. Bu akamiz ham o'zi tanishtirib qo'ydim ikkalasini. Xullas aka, qandaysiz? Yana bir marta assalomu alaykum. Qanday bo'ldi qani? Aka, xursandchilik cheki yo'q. Mana bu ancha yillik orzu edi, desam bo'ladi. Mana orzularimiz amalga oshyapti. Mana bugun prava olyapmiz, xudo xolasa Moskvada. Murod akam o'zi ham eshitgan. Endi texnika haydayman ancha yildan beri men ham. Lekin prava yo'ligi uchun xuddi boyaga, masalan, bular ruslarning oldida, men bilan birga ishlaydigan ruslar oldida xuddi boyaga ozroq tili qisqalik joyim bor edi. Mana xudo xolasa mana pravani oldim. Xudoga shukr. Murod aka, sizga kattakon rahmat aka. Ishingiz omadini bersin aka. Kundan kunga o'sing hech qachon pasayman aka. Men Qashqadaryo oldin ham aytdim shu boya gaplarimda. Qashqadaryoliklar kelinglar, Murod aka pravani zo'rini beradi. Rahmat Dostonbek. Ishingizga omad, sizga ham tabriklayman. Inshaalloh yaxshi bir ishga kirib, normalniy bir bo'lib keting. Tabriklayman. Murod aka o'ziga ham aytganman, agar talabgor bo'laman desa, o'rgataman. Faqat to'g'ri kichkinagina bo'lsa ham babketni o'rgataman, oyliklari normalniy. Qiziqqanlar bo'lsa o'rganinglar, mendan kichkina yoshlar. Davr keldi deydi-ku, Murod aka, davr keldi bizga ham. Mana
Bektash aka hozir o'zim zimlarmagan ko'rib qoldim. Xursandman lekin. Hozir boshqa texnikadan boshqa ishda уже to'g'risini aytaveray, уже chet bermay qoldi. Dollarlar уже falon bo'lib ketgan, hamma narsa qimmat. Hozir men Peterdan Moskvaga kelyapman, shunday Moskvada chirishir, ana rasvotda katta ekan, hozir kelib turib o'zim guvohi bo'lyapman. Men bir 2 kundan beri. Lekin уже hamma qashqadaryoliklarni pravo olishga taklif qilaman, уже texnikada ishlashga. Sizga Dostonbek omad ishlaringizga. Rahmat aka. Dalcha o'tirib shu zalga ketib qolmang yana. Yo'q. Do'stlar, bizlar bugun 3-ishtirok mana pravoga odammiz. Safayev Sardorbek aka, qayerda? 4 yildasiz, Sardor aka, o'zi 4 yildan bo'ladi. Akamiz pravoga keldi. Mana aka, tabriklaymiz. O'zingizni nimalarni aytib o'tsangiz, hissiyotingiz qanday bo'lyapti? Mana sizni Moskva nimangizga keldik? Sizga mehmonmiz. Hammasi Kamera qarab gapirsangiz. hammasi rost ekan, haqiqat ekan. Pravo olaman degan niyatda yurganlar bo'lsa tavsiya etaman. Murodjondan pravo olishni. Hammasi original, hammasi zo'r. Ko'rib turgan 4 yilliklar bo'lsa nima deymiz? 4 yilliklari ishlarini rivoj, hamma sog' salomat bo'lsin, xonadonda yaxshi kun bo'lsin. Kelayotgan yangi yillar bilan hammani tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'ling, ishlaringizga omad tilayman. Do'stlar, bizlar 4-chi уже pravo olgan obunachimiz mana Qurbonboyev Dilshod. Yerdan-ku? 50 kilodan. 50 kilodan. Ana jo'ran tag'in 4 yildan уже. Danish bizga yaqin ekan. Yaqinmi? Ha, уже astarmisizlar. Ha, bo'ldi. Tabriklayman aka. O'zingning hissiyotlaring qanday? Mana o'zing o'qiba provalarni to'g'rimi? Söyleyipsiz, hamma dokumentlari ichimda mana. Qanday bizlar bir yaxshi o'zingning ichingdagi gaplarni aytsam, mana shu bu narsa Metspravga 1 yil davomida действует qiladi hammaga. Ya'ni kvartira qo'shtirmoqchi bo'lsangizlar, xudo xohlasa, bemalol 1 yil davomida mana shu narsani qilmasdan ikkinchi safar уже kvartirani o'ziga pul to'lasangizlar bo'ladi. Qani o'zingiz bizni ko'pchilik obunachilarga nima deysiz? Ikki o'z gapirib o'tsangiz. Doğrusunu aytganda u seryozni aytadigan bo'lsa, men aldi ham ko'p urinib ko'rganman pravo olishga. Ko'p aslanmoy ishim shu spetsexnika qiziqaman, lekin возможно. Men bu yerda Moskvada dokumentalni ishlamasak bo'lmaydi. Biz to'g'risini aytganda hech kimimiz bu postavka boshqanisi ko'p bo'lishi mumkin. Moskva o'zim eshituvim bo'yicha ko'p oldi dedilar. Keyin через YouTube ko'rib o'tirganda birdan sizning kanallaringizga ko'rib qoldim. Birdan shu alima chiqdi. Imini birinchi eslayman videongizni chiqarganingizdan ekskavatorni hamma narsasi bo'yicha o'rgatib kelayotgandan birinchilardan men подписчик bo'ldim, hammasini ko'rdim. Уже Pskov, oldingi narsa yo'q, chet bo'ldi. Ну, bardik ko'rdik, yaqinlarda nasib etdi. Shu где-то bir 3 oymi 4 oy yurgan bo'lsam, shu imini yangilarga nasib etdi, shukr Xudoga. Rahmat, rahmat. Yani hech narsasi yo'q menimcha so'raydim. Tabriklayman Dilshodbek. Sog' bo'ling, ishingizga omad. Sizga omad. Rahmat. Alloh. Mana bolalar bilan o'tirdik, Moskvadagilar bilan. Mana. Xullas, ko'pchiligi pravo olgani kelgan, provadan avvaldan olganlar bu yerda. Xullas, yaxshi maza qilib o'tirdik, svezlarni o'rnatdik, bir-biri bilan tanishish, masalan, ustoz shogird deganday. Bugun Peter naborot o'tdi. Peterdagi ustozlar bugun kerak bo'ldi. Ustozlar soni kam, lekin o'rganuvchilar juda ko'p bu yerda. Xullas, hammaga kelganlar uchun rahmat bolalar. Shu vaqt ajratib. Rahmat. Shuncha odam shuncha o'qiganingiz uchun birlashtirib sizga rahmat. Rahmat. Bakamiz Qashqadaryodan Bektosh akamiz ular ham hamisha YouTube'da kommentariyada faol. Hammaga rahmat akalar, sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat aka, sog' bo'ling. All eyes on me, little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pac, live my life as a thug.